Bora do'stlar, orzular amalga oshmoqda. Qaranglar, Damaz'ni Trekkerga almashtirdim do'stlar. Mana yangi 2024 hozir mo'yka qildik do'stlar. Bu hammasi sizlar bilan maslahat qilib, hammasi sizlar tufayli bo'lyapti. Aytgancha do'stlar, bu Trekkerning egasi videoga tushishni xohlamadi, chunki 10 kundan keyin bizda katta proyekt bor, juda katta proyekt, hammaga foydali bo'ladi. Shu sababli o'shanda ko'rinadi bular. Endi do'stlar, insonga har doim ham omad kelavermaydi. Plus bor joyda minus ham bo'ladi. Do'stlar, faqat niyat qilib, orzu qilib, harakat qilsak, Allohim hammamizga beradi. Faqat xayrlisidan so'rash kerak. Xayrlisidan bo'lsa, davomiy bo'ladi. Do'stlar, mana Trekker qullov bo'lsin do'stlar. Hozir biz Samarqanddamiz do'stlar. Ko'pchilik har xil narsaga almashtirgan, yana mashinalar taklif qilyapti. Nima deysizlar? Qaranglar, taklif bermoqchi bo'lganlarga men sizlarga ham bitta taklif berib almashtiraman degan, mashina almashtiraman deganlarga men 100 mingta qilib beraman obunachini. O'zini marketini yurgizish uchun videolarni ulab qo'yamiz. Shu mashina bilan olingan videolarni ulab qo'yiladi. Chunki do'stlar, bu dunyoda hamma inson hammani rozi qilib yashasa, baraka topadi, barakali bo'ladi, ishi oldinga bo'ladi. Shu sababli do'stlar, sizlar rozi, men rozi. Obunachilaringni men marketing qilaman yoki tadbirkorlarni obunachini 100 mingtaga chiqarib almashtiramiz do'stlar. Nomer qoldiraman pastga yoki istoriyaga nomer qoldiraman. Uzog'i yana 3 kun Samarqanddamiz, samarqandliklar aloqaga chiqarasizlar. Inshaalloh zo'r voqealar bo'ladi, zo'r ideyalar bor. So'rashni bilganman, hatto talab qilganman, o'ynab kulib yurganman. Dadamga